أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرنداشlar bugun inshaalloh İngilizce Qur'oni Karim darsining birinchi qismini boshlaymiz. Biz darslikni boshlashdan burun bu darslikni uyushtirish, ya'ni buni boshlashdan maqsad nima? Biz buni qanday holatda dars qilib o'tmoqchi, mushu vaqtda qisqacha bir tushuntirish bergandan keyin ondan inshaalloh darsimizni boshlaymiz. Biz bu darslikni ham İngilizce hem Arapça Qur'oni Karimdan foydalanib turib başlamoqchi. Biz bunda qilishdan maqsadimiz birinchi Qur'oni Karimning ma'nosini qisqacha bo'lsa-mu tushunish, ikkinchi birisi hozirgi kunda dunyo tili bo'lib qolayotgan ingliz tilini qarindoshlarimizga o'rgatish. Mana bu biz ko'rib turganimizda hozir chet elda ingliz tili eng ko'p umumlashgan tillarning birisi bo'lib, biz shu ingliz tili orqali o'zimizning qurollangan vaqtimizda o'zimizning normal turmush hojatlarimizdan chiqa olamiz. Başqa kishilarningki o'z dinlari haqida nimalarni deydiganligini biz tushuna olamiz. Va biz o'zimizning dinimiz bo'lgan islom dinimizni boshqa kishilarga, boshqa dindagilarga targ'ib qila olamiz. Mana shuning o'xshash manfaatlar bo'lganligi uchun biz ingliz tili darsini inshaalloh bugun boshlaymiz. Darslikni qanday o'timiz deganda biz buningda Qur'oni Karimningki Arabcha teksti va buning inglizcha tarjimasini tang har biringlarning oldiga sunib turib, Arabcha oyatni qisqacha o'qigandan keyin buning ingliz tarjimasini qilib, ondan oxirida shu bir kunlik darsda uchragan ba'zi yangi qiyin so'zlarni shuning o'qilishi bilan birga oxirida keltirib turib va buni biz talaffuz qilib o'rgatish. Mana bu shaklda inshaalloh darsimiz davom qiladi. Alloh subhanahu va taolo darsimizni manfaatli qilib bersin. Qarindoshlarningki ko'p anglab, ko'p o'qib, ko'p o'ylanib, shu o'rganganlari haqida manfaatli bir natijaga erishishini Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sura Al-Fatiha. Fatiha etish degan ma'noda inglizchada buni open yoki opening deyiladi. Ya'ni ochmoq degan ma'noda. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah'ның namida. The most gracious, most ingliz tilida eng degan ma'noni bildirdi, ya'ni sifatninki eng yuqori chekka yetganligini bildirdi. Most gracious degan eng shafqatlik. The most merciful, eng mehribon Allah'ның namida. Arab tilida buni Allohning nomi bilan deb ishlatgan bo'lsa, ingliz tilida buni Allohning nomida deb ishlatadi ekan, lekin uning mazmuni ifodalash maqsad nishoni bir. Alhamdulillahi Rabbil alamin. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the alamin, mankind, jinn and all that exists. Hamma maqtashlar ve şükürler Allah'a bulsun. Alemlerinin Rabbi bo'lgan. Lord Arab tilidagi Rabb degan ma'noga tangdosh holatda ishlatilgan bo'lib, ya'ni Parvardigor, Parvarishkor degan ma'nolarda. Alamin Arabcha so'z buningki tushuntirishni tirnoq ichiga berilgan, ya'ni mankind, insoniyat, jin va hamma mavjud bo'lgan narsalar, exist degan mavjud bo'lmoq degan ma'noda, ya'ni hamma mavjud bo'lgan narsalarning Parvardigori Allohga maqtash va shukrlar bo'lsin. Ar-Rahmanir-Rahim. The most gracious, the most merciful. Eng shafqatlik, eng mehribon Allah. Maliki Yawmiddin. The only owner and the ruling judge of the day of recompense. Yoki recompense. The day of resurrection. Faqatla igidorchilik qiluvchisi, ya'ni birdan bir igidorchilik qiluvchi, owner degan egisi, igidorchilik qiluvchi degan ma'noda birdan bir igidorchilik qiluvchisi
ve ruling judge, yani başkurduğun hakimi. Nimenin? Of the day of recompense. Yani ceza mükafat gününün başkurucusu, igisi boğan Allah. Yani ceza mükafat günü qaysi gün? The day of resurrection. Yani insanlar tirilip kopuduğun kıyamet günü. Yani şu günün igisi boğan Allah'a medhiyalar bulsun. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. You alone we worship, and you alone we ask for help for each and everything. Yalğız sanala biz ibadet kılımız, çokunumuz ve yalğız sendilla biz yardım sorayımız her bir ve hemme neresi için. İhdina sıratal müstakim. Guide us to the straight way. Guide degen yetekleş, başlaş degen manada. Bizni başlığın tüz yolga, straight degen tüz, yani egremes degen manada, yani doğru yol. Sıratallezine en'amte aleyhim. The way of those on whom you have bestowed your grace. Bu sıratul müstakimning bu tushuntirilişi bulup, yani şunda kişilerinin yolu, doz degan datninki köplük şekli bulup, ular, ular, ani shular degan ma'noda keladi. Yani ani shunda kişilerinin yolu ki, anhum, hum degan kimni kimga, kishini kishiga degan ma'noda. Yani onun üstüge sen seninki mehri shafqatingni hadiya qilgan kishilarning yolu. Gayril magdubi alayhim. Not the way of those who earned your anger, such as the Jews. Senin gazipinge uçurgan kişilerinin yolu emas. Such as, yani xuddi tek degan ma'noda, xuddi Yahudilarga o'xshash. Waladdallin, nor of those who went astray, such as Christians. Yaki nor inkar ma'noda keladi, yaki degan ma'noda, yani yaki undaq emas, yaki mundaq emas degan joylarga nor ishlatiladi. Yaki ezib ketgan kishilarning yo'li ham emas. Xuddi xristianlarga o'xshash. Demak, na Yahudilarga o'xshash sening g'azabingga yo'liqqan kishilarning, na xristianlarga o'xshash ezib ketgan kishilarning yo'liga emas, balki sen in'om qilgan yaxshi kishilarning yo'liga yo'lni boshlag'in degan ma'noda. Demak, bu suratul Fatihaninki qisqacha bir inglizcha tarjimasi. Tuvanda biz oxirdagi yangi so'zliklarni bir o'rganib o'taylik. Gracious, shafqatlik. Merciful, mehribon. Praise, maqtash. Mankind, inson. Owner, ega. Ruling, boshqaruvchi, hokim. Judge, hukm qiluvchi, sudchi. Recompense, jazo mukofot. Resurrection, qiyomat. Guide, yetaklash, boshlash. Bestow, hadiya qilmoq. Astray, ozmoq. Mana bu İngilizce Kur'an-ı Kerim dersininki birinci derski müşahede ahırlaştı. İnşallah keyingi dersimizde Suratul Baqara'dan başlayımız. Allah subhanahu ve teala şu dersimizni özümüzge hem qarindoshlarımızga manfaatli qilib bersin. Allah subhanahu ve teala kelajak hikmatimizda sog' salomat ko'rishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.